Yo'q, 8-turimizga start beramiz o'g'il. Bitta bilet bilan ikkita finalda qatnashishingiz mumkin. 10 ta bilet olsangiz 20 ta bilet olganda hisob bo'ladi. Assalomu alaykum onajonlar, opajonlar, hammangizga omad tilaymiz. Nasib qilgan bo'lsa onajonlar, sizlar bilan birgalikda albatta sizlarning podbeshkalaringiz bilan xo'p 8-o'yinimizga ham yetib keldik. Onajonlar, tayyor turing, hozir yo'q. 8-turimizga startni beramiz onajonlar. Hammangizga omad gaziga bo'lsin. Bu safar onajonlar bitta bilet bilan ikkita finalda qatnashishingiz mumkin. 10 ta bilet olsangiz 20 ta bilet olganda hisob bo'ladi. Sababi onajonlar, bitta bilet bilan ikkita finalda qatnashasiz. Bitta bilet bilan 2 marta o'z omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. O'shaning uchun onajonlar, videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring. Qanday qilib unday bo'lishini hammasini batafsil tushuntirib o'taman onajonlar. Demak, onajonlar, hozir dalniy momentda 2 dona jentro turib turibmiz onajonlar. 2 dona jentro qop qora rangda onajonlar, gaziga bo'lsing. Bu birinchi etapimiz bo'ladi onajonlar. Endi dal shu ikkinchi etapga qarab ketamiz onajonlar. Birinchi mashinamiz Equinox mashinasi qop qora rangda 2020-yilda ishlab chiqarilgan, lekin mordalari yangi qilingan, 2024 qilingan onajonlar. Asli 2020. O'shaning uchun onajonlar, birinchisi qop qora rangdagi qora bayir O'zbekistonning nomer 1 mashinasi Equinox mashinasi. Onajonlar, pulni olaman deganlarga 240 million so'm shishtirmaga beriladi. Dal shu davom etamiz onajonlar. Ikkinchisi ham qop qora bayiridan onajonlar, nep negridan. Ikkinchisi Gentro. 3-avtomobilga kiramiz. Uchinchi ham qop qora nep negridan Gentro va 4-avtomobilimiz ham Gentro. Demak, onajonlar, bir dona Equinox, 3 dona qop qora Gentro'miz ikkinchi etapimizda bo'ladi. Birinchi etapimiz esa 2 dona Gentro onajonlar. 2 dona Gentro 50 dona 2000 rubldan pul yutib bo'ladi onajonlar. Mana shu o'yinga qatnashasiz onajonlar. Yutsangiz ham, yutmasangiz ham olgan biletingiz mana bu biletga, mana bu o'yinga qatnashadi onajonlar. Ya'ni bir dona Equinox va 3 dona Gentro. O'pshi gaziga bo'lsin onajonlar. Hammangizga omad tilaymiz, hammangizga yaxshi kayfiyat. Birinchi etapga qatnashasiz. Mana shu Gentro'ni yutib olsangiz ham baribir onajonlar, o'sha olgan biletingiz bilan bu o'yinda yana bir marta qatnashib ko'rish imkoniyati sizda bor. Gaziga bo'lsin. Bilet narxiga keladigan bo'lsak onajonlar, Rossiyadagilar uchun 1000 rubl bo'ldi, O'zbekistondagilar uchun 130 ming so'm. Qozog'iston uchun esa 5000 tanga bo'ladi. Onajonlar, gaziga bo'lsing, like-ni bo'lsing. Yangi o'yinimizga, 8-o'yinimizga startni berdik. Mana sizlarga yana bir marta yutish shansini qanchalar ko'paytib tayladik, o'zlaringiz ko'rib, o'zlaringiz baho beringizlar. Bilet soni ham kam onajonlar, bilet narxi ham hamyon bo'lib, cho'ntak bo'lib. Aksiyalarimiz ham bor, gaziga bo'lsing, ekranda +7 999 859 78 39 nomerida WhatsAppimiz ishlab turibdi. WhatsAppga aloqaga chiqing, sizlarga ma'lumot, karta raqam hammasi beriladi. Like-ni bo'lsing onajonlar, 2 etapli o'yin, bitta bilet bilan ikkita finalga qatnashib, 2 marta o'z omadingizni sinab ko'ring. Hammangizga